Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow out of me, and I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who Krallik. Mening ismim My Virginia. name is Virginia. Men o'rmon chekkasida yashayman. Well, kind of. My dad's a Dadam janitor. farrosh bo'lib That's how we ishlaydi. got to have Shu an bois apartment biz on the edge of markaziy Central xiyobon Park. atrofidagi xonadonda yashaymiz. And you might think Siz that the balki fact o'z that I otasi still bilan live with my yashashni dad is zerikarli deb bad, o'ylaysiz. and Kulmayapsiz. you're right. But Lekin men bugun daryoman. Mendan bekorni atrofida parvonaman. Aqlda ochig'i xiyobondagi tamadduxonada baxtiyorman. but one day Ammo bir kuni kelib kelib topolsa, o'z restoranimni ochaman. All I need is a good man. Aynan menga taomlarni pishiradigan yaxshi bir odam kerak. Tadbirchilar Jones va Chris Howard, Taktakor and Deadly. Bana qara, tunlari shilib ketishibdi. O'yin aytgan nima shu? Lekin mendan boshqa kim amaliyotli? Qo'yga ketyapsan. Keladi, haydaydi. Aytganingda har ehtimolga qarshi tilla boyadan chiqarsa. Qasri davlat qamoqxonasi. 4-qirollik kechki soat 6:02. Kechki soat 6:03. So where exactly are we going? Imkon. Bu qurolingizning harbiy chegarasi. Sizni iflos qilish marosimiz uchun sahna olish kerak. Well, is it much Buncha better? inson bo'lsa, men qachon o'qiraman. Sabr etasiz, olam panoh. Bir muddatga otbog'oy hurmatga to'xtab o'tiramiz. Hate these Yoshlarni ham o'sha yerda qurolinglarni ham yomon people are ko'raman. so common. Bu hayvonangiz tarix so'rab nima taqdim etgan? Iltimosnoma qildi. Lekin men rutinada shirin. Kimsizlar. Call yourselves trolls, you make me shake. Madda falokatdan qutqaryapman. Dada, sehrli poyabzal. O'zimga qo'yacağım. Bilasanmi nimani o'ylab qoldim? Menimcha bu mamlakatga faqat menga o'xshagan odamlar kerak. Ular 6 joyda ishlab, tillalari qursa ham rad etmaydilar. Yana 10-15 yildan keyin bu mamlakatda erkinlik barham topadi. To'g'ri, odamlar bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan insonparvar jamiyat kasodga uchraydi. Biz esa adoyi saham bo'lamiz. your barbecue Kelajak qayg'ularni protokoli qozonda turibdi. Men yarim soatdan beri gittim chaqayapman.
koygan sandık koyuyordum. Bize duydum sahur ama yanımızda çıktı. Bunda tezgahatiga hali qozonxonani tekshirishing kerak. Buni hammamiz aqldan olamiz. Ularga havas qilgan butun tizimni suvini to'kib tashlamasak bo'lmaydi. Bu bo'ladi, to'qinishxonadagi suvni to'xtataman shunga undayman. Juda ko'p odamlar joyini egallashmaydi. Ko'p gunoh Awful lot odam. of people out there who would love your job. An awful lot of people. Afandi. Yes, sir. Drinks. Suvni to'kaman. System. Bye, Daddy. Hayır dedi. Yaxshi bor. Listen. Aytganday, xiyobon orqali yurmagan. Senga aytyapman. Gitti dedi. So'z berasanmi? Bu yoqqa keling. Oddiy jinoyatchilar uchun qattiq tartibli bo'linma. Kutilgidan poyandozlar Karma treatment. yana bemorga tashishdan yaxshi xabar topilganda hasrati oilari. Men tibbiy kerak. No one's Dada, bu yerga hech kim kirish mumkin emas. Ular bu yerda qirolichani saqlashyapti. Mahbuslar bilan muloqot qat'iyan taqiqlanadi. O'tish man etiladi. Sog'liq shu yerda qoldirilsin. Yo'q. Hayır, Giles. Hello? Giles! Nima? Senga tang bilan qancha qo'ychi? Men birinchi. Men doim birinchi bo'lib boshlayman. O'chiringlar. Uzoq yo'l bosib keldingiz endi. Endi biroz vaqt shu yerda bo'lishing kerak. Meni kichkina telpakchilar. Buning uchun javob beraman. Nimalar deyapsan? Hali oyog'imni o'pib, yegulik so'raysan. Bilasanmi bunimi? Bu ajabtovur it, sehrlangan ko'ppak. Kuchuklarni es ko'rasalar endi. Endi umringni oxirigacha it bo'lib o'tasan. Shahzoda Brandon. Nega odamlarga qullassan? Ushlanglar! Uni tutiladi! Uni tutiladi! Joylar yo'qotishga tashlaydi. A'lo hazrat. What do you have to say for yourself? Meni to'g'ri qayoqqa yo'qoldi?
odamlarni birlashtirib, o'zi bilan taklif g'ayrioddiy hodisa yuz bermasligiga ishonib qolarkan. Ayrim kishilarning peshonasiga tinchlik orqada turmush qo'yib tashlabman. Bizi qo'ymayvoringlar. Qo'ymayvoring. Bizga yegulik ber. Kechadan beri tuz topganimiz yo'q der. Bizni ozod qil. Ikkalasida chiqarib yubor bizni. Kimsan? Kimgina bir jonzot bilan anaqa qilishim adolat. Savolimni takrorlasam, o'zingga yomon bo'ladi. Yana bo'laman. Agar sadoqatli qulim bo'lishga so'z bersang, seni ozodlikka chiqaraman. Shahzoda Vandamni aylantirib qo'ydim. Ana trollardan oldin topishing kerak. To'xta. Menga o'z irodangni ber. Axir men senga hukmronlik qilishim kerak. Tushundingmi? Shunday.
yerdan ketaman. G'amyona. Ko'ringlar, bu karim emas. Ana balo, ularda tuzukroq boshmoqlari yo'qmi? Bu yana nima bo'ldi? Sehru jodusi. Yo'q. Bu yerdan ketaman. Ana u yerda nimalar yuz bergani aniq. Qaranglar-chi, Etnijini. buzoq terisidan nashli qilganligini. Topib olishingiz bilan qaytaring. Virginia Louis. Qaysi birinchi ko'cha? Ikkinchi uy, 2006-xonadon. 81-ko'cha. Bu yerda shunday yozilgan. Yo'ladik. Tezroq ketmiz. Post. Salom. Qayerda eding? Yo'qligini sezdirmay turdim. Rahmat. Senga nima bo'ldi, peshonam xon? Velosipedim ajaqlandi, hamyonim yo'qotdim. Lekin yangi yigit topib oldim. Ketsa, Uni velosipedim bilan urib oldim. Menimcha u jarohatlangani ham, jabrlangani ham. ismi nima ekan? Uning bo'yinbandi yo'q edi. Rostdan, qani ko'raylikchi. Haqiqiy shahzodani o'ldirasi. To'g'rimi? Salom. Qanday masala? O'sha menga buyurdimi? Bo'layaqni topish uchun bo'layaq. Lekin to'g'ri ham ovqat yeyish kerak. Bo'sh qorin bilan ishlab bo'lar ekanmi? Nima? Ovqat kelyapti. Tasavvur qila olasizmi? O'zini o'ylamagan. Xo'sh, hech yerda qolasan. Men esa yoningga kelib turaman. To'polon qilma. Bo'lmasa, seni deb ishlahadilaman. Jam. Yo'qsa ko'chib bo'lashtiraman. Bizni mashhur taomimiz qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Chamasi yangigina tug'ilgan qo'y go'shti. Yoshgina, mayningina. Yaqindagina yaylovda o'ynoqlab sakrab yurgan bo'lsa ajab emas. Shunaqa o'zing qo'y. Otachi otarni o'z holiga tashlab qo'ygan. Madaqil qo'yapti. Voy, bu qo'zichoqlari. Lekin men uni yemayman. Agar qo'zi biqini yoki yog'liqqina lahm go'sht bo'lsa, ochopat emasman yoki yolg'on gapirdim. Unaqa demoqchi emasdim. Meni ishtaham kelmay, men ochko't sulloqman. Ha, ochko't sulloqman. Eshitdingizmi? La'nat. Bizga izvosh berishdi.
Xo'sh, nimani tanladinglar? Yo'q, uni pishirish shart emas. Aytmoqchimanki, u qozon o'choqqa qarab o'tagan yorulsa emas. Shuni o'zi yetarlidir. Kartoshka, sabzavot, podvod kerak emas. Faqat laqqa go'sht, qip-qizil. Qizni yonog'iday qon talash. Tushundingizmi? Kechirasiz, eshitolmay qoldim. Menga bir ko'za margarita, Pepsi Cola va pivo. Xotinimga 2 qizcha. Ma'zur tutasiz. Shoshmang. Bo'ldi, seni haydamasam bo'lmaydi. Xavf-xatar. Do'stim, senga juda kulgili. Chiqaver. Demak, buni qilyapsan-da. Bir marta o'g'illa. 2 marta. Qo'y go'shti bilan 6 stakan sut yurganmidi? Mana shunday. Yodimdan chiqayibdi. Men itni topib olgan jonon qizni izlab yuribman. Hali u sizni itingizmidi? Virjiniyaga aytaman, u yoningizga keladi. Demak, sen gapimga tushunyapsan ekan-da. Sekin. Kimga sen tahdid qilyapti? Ikkimizgami? To'xta. Shoshma. Bu yoqqa borsinmi? Nega shekilli? Yiqilganida lat yegan chog'i. Men sho'rlik yaqinda ko'chdim. Aytingchi, u qayerda yashaydi? Unga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Sizga uni manzilini aytolmayman. Sizni tanimayman-ku. Aytasiz. Mana mening uyim. Endi esa ket. Bitta bir kechaga qolib qol. Lekin sen daf qol, tushundingmi? O'zimni bu qolaman shekilli. It bilan ham gaplashadigan odam. Meni tinchlantirishga keragi yo'q. Bu qo'shnimiz Gret xonim. Uni eri. Uni eri. Ularga nima bo'ldi-ki? Shoshmay tur. Akamdan xabar olay. Dada. Dada ko'zingizni oching. Qo'shnimi deysan? Qara. Nima topdim? Yumshoq. Ajoyib, ha? Judayam ajoyib. Ana o'girilchi. Salom qizgina. Nega poyabzalingizga qarab yurmaysiz, ha? Judayam xarob-ku. Mana bularni qarang. Bu nimasi? Juda zo'r bosmoqlar bor ekan. Faqat judayam kichkina. Uyimizda
Men jufti bor. Biz bunaqangi narsalarni farqiga boramiz. Kimsizlar? Otamni nima qildinglar? Uxlab qoldi. Biz uni sehrli hukm bilan tinchitdik qo'ydik. Qanaqa hukm? Men pahlavon trollman, 9-qirollikni dahshataman. Men troll jonolman. 9-qirollikning vahimasi bo'laman. Men esa vaysaqi trollman, 9-qirollikning olabojisini o'zi. Endi uni qayerdaligini ayt. Ayt uni qayerdaligini. Sizlarga o'zi nima kerak? Shahzoda Vandal. Ko'ppak qani. Bu soniyada aytmasang, seni shipakka aylantirib qo'yamiz. Tushundingmi? Bir bo'lak terini kesib olaman. Ikki. Shipakni qolipini qirqaman. Men uni cho'g'lab tashlayman. Yaxshi. Bo'pti. Hammasini aytaman. Ana bu yoqda. Shu yerda, faqat tashqarida. Qani, bizni boshlab bor. Boshla. Alo. Ana bu ish o'rtada tiqilib yotibdi. Qani yer. Hozirgina bu yerda xona yo'q edi. Sen Makka olasan. Qara u. O'sha yerda men maxfiy eshikni ochib, Obertinga joyni ko'rsataman. Yo'q. Bu tuzoq. Eshikni och. İflas. Ochishlar. Bu yerdan qochamiz. Otamga hech narsa bo'lmaydi. Ular sening izingga tushgan. Sizlarga nima kerak? Xayrli oqshom. Trollar sizga uchrashib ulgurishdi chamasi. Faqat bugun, faqat bir marta sizga zo'r taklifim bor. Taklifim shaxsiy va moliyaviy muammolarga Qur'on kelsin deb ataladi. Tushundingizmi meni fikrimni? Yana bir qadam bosadigan bo'lsangiz politsiya chaqiraman. Bu hudud xususiy mulk hisoblanadi. Taklifim shartiga ko'ra qizingizni qayerda ekanligi to'g'risidagi axborotga ayirbosh tariqasida sizga mana bu sehrli loyihani hadya etaman. Agar uni yesangiz, 6 ta eng katta istaklaringiz ro'yobga chiqadi. Mo'shana? O'zi mumkin emas. Qanday tushunish kerak? Yo'l juda shirali, do'mboqni yetirib kelgan qiz. Shirin va mazali. O'tmishimizga qiyos qilib shuni aytishim mumkinki, bugun yuz kelgan afsunlarning eng rasvosi mana shu. Adolatsizlikka ko'p uchraganmiz, ammo bunaqasiga emas. Bu qiz qudratli jozigar ekan. Men ham uni tangaliga tushdi deb o'ylayman. Nima? Menimcha, u bizni kichkinalashtirib, kislatidagi go'sht qutiga solib qo'ydi. Kulgim raqstatma. Tushkunlikka tushib qolsang to'ya. Seni yersangchi qanday qilib gugurt qutiga tushamiz tentak? Unda gugurtlarni, cho'plari qani, ha? Qani cho'pi? Bu qanaqa daqmiz-a? Orta buyuk istaklar. Barcha orzu armonlaring xaroba kulbanga boqib aytishi mumkinki, sen ko'p narsaga erishishni xohlaysan.
bo'lmasam-chi? Yo'q. Yo'q, uyimda. Bo'pti, ammo g'alati narsa-da. Yo'q. Shunchaki bir nechta istak bo'yicha kelishuv. 6 ta tilak. Buyurilgan istak takrorlanmaydi. 6 dan kam emas, ko'p emas. Bo'lishi mumkin emas. Qani, hal qil. Bu halol bitishuv. Suyukli qizing qayerda? Undan nima istaysan? Topib olgan kuchukchamni qaytarib bersa bas. Kuchukcha? Yana unga shaxsan topshiradigan tuhfam ham bor. Agar bu ishda bo'lmasa, demak qaynonamga ketgan. Bu yalmog'iz doim Virjiniyani menga qarshi gich-gichlaganiga ekan. Qaynonangiz gullarni yoqtiradimi? U qadrlaydigan yagona narsa to'y. Ko'p pul. Mazalni ayting. Shundan xursandman. To'xta, uni ta'siri qanchaga yetadi? Tashvishlanmang. Birinchi 3 soat ichida qiyin bo'ladi xolos. Hamma tilagi ro'yobga chiqadi. Meni birinchi istagim Kim bor? Kim u? Bugunman. Salom. Ona, keldimikin debman. Xastalayib qilganimdan afsusdaman. Bugun siznikida tunab qolsam maylimi? Bir kun kelib, u qaytadi. Eshikni ham taqlatmay chopqillab kirib keladi. Nima deb o'ylaysan? Balki u Aspeniyadir. Qorni judayam yaxshi ko'rardi. Menimcha, onam allaqachon qaytsam bo'lardi. Chang'ida sayr uchun 15 yil juda katta muddat. Mayda gap bo'lma, jonim. Tavba. Bu yana kim bo'ldi? Men uni asrab oldim. Uni ixtiyor qilmasang bo'lmaydi. Burgasi yo'qligiga ishonish qiyin. Burgalaring bormi, yo'qmi? Rahmat. Bilasizmi? Kedam jamiyatda yaxshi mavqeni egallashim mumkin edi. Meni kazo tanishlarim bor. Onangni Rixkazlisdagi muvaffaqiyati beqiyos edi. 19 yoshida Nyu-Yorkdagi har qanday bo'ydoni rom eta olardi. Oxir-oqibat kimni tanladi? Dadammi? Dadasini. Onangga o'xshab o'z umringni hazon qilma. Nazarimda qismat yana takrorlanayapti. Dastyor sana. Qanday riyolat? Kim bilan uchrashyapsan? Birorta oshpaz shogirdi bilanmi? Yo'q. Sen suv quvurini ta'mirlamagan bo'lsang kerak. Men shunaqa bo'lishini bilgandim, ammo bunaqasi. Men uddalayman, nimalar bo'lganini tushuntirib beraman. Men hoziroq ishga kirishaman, janob Miri. Yo'q, hoziroq men ishga kirishaman. Qizing ikkoving shu bugunni o'zida uyni bo'shatib qo'ylaring. Sen haydalding. Ishdan bo'shatildimi? Yo'q, iltimos, janob Miri. Sen yaramas ablaqsan. Sen va oila tovonim o'pib bir umrga kullarim mollaring. Hozirgina nimasi deyishing? Xo'jayin.
Bu jodu qancha davom etarkin, ha? Ko'pga cho'zilmasa kerak o. 100 yilmi deyman? Ko'pi bilan 50 yilda. Bo'lmasa, biz taqdirga tan berishimiz va bir-birimizni yeb qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. To'g'ri. Bor yo'g'i 100 yil chidasak bo'ldi. Omadimiz kelib qolsa, balki 6 yilda ozodlikka olarmiz. Men adashdim shekilli, ma'zursiz kerak. Virjiniyani busini silab yuruvdim. O'sha menman. Bo'lishi mumkin emas. Uni singlisiman deyishingiz mumkin. Onasi ham bo'la qoling. Shunday yosh sohibjamol uni buvisi bo'la olmaysiz. Bo'la olmaysiz. Qo'ying. Pardoz qilishga ham ulgurmadim hali. Bilsam maylimi, sizga gul taqdim etmoqchi edim. Mayli. O'zingiz kimsiz? Virjiniyani qaylig'iman. Biz unashtirilganmiz. Unashtirilgansiz? Bu haqda nega aytmagan edi? Buni undan kutsa bo'ladi, nihoyatda kamtarini. Boshqa qizlar badavlat merosxo'r bilan nikohdan o'tganlarini olamga jar solgan bo'lardilar. Virjiniya unaqalardan emas. Albatta, kerak qoling. Men faqat kiyinib olaman. Mayli, kiyinib oling. Men qara, menga bitmas tuganmas ichimlik tayyorla. Ikkitaginami? Shular maishat qilib olar ekanmi? Yine! Sen bunu korup koy, soğuk kışın içine! Nima qilyapsan? Nazarimda unchalik tozaga o'xshamovdi. Yana yalasam maylimi, xo'jayin? Menga tilingni ko'rsat. Mayli, yana 5 daqiqa. Oshonaxon, eshikni udilyapsanmi? Tayyor bo'lib qolaydi-da, xo'jayin. Tezroq bo'l. Yo, shoshma. Yo, bir marta yetadi. Uni men uchun och. Yana nima tilasam ekan? Meni uy tozalagichim bo'lsin. Uyni meni aralashuvsiz tozalasin. Tozala. Men judayam yomonman. Nahotki shunga qodir bo'lsam. Ammo o'ylashimcha, siz kartoshka bilan juda xushxo'r bo'lasiz. Uyingizda sarimsoq bormi? Rozmarin. Menga nimalarni qishtirishyapti ya? Quritilgan o't o'lan. Ilg'amata. Yo, siz o'choqqa solmaysiz. Butunligicha pishirib bo'lmaydi. Mana men sizni yechib yuborishim kerak. Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir. Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir sizni yechishim lozim. Ammo avval bir bo'lak yog'ni eritib olay. Siz rozimisiz? Nurijon? Baba, mehmonlar uyg'onishga nonushta qilib tayyormas. Nurijon? Kela qol jo'nginam. Buvi?
Xayr, azizam. Salom. Nonushtaga nima yeysiz? Qahva olib kelaymi? Mayli. Sizga nima bo'ldi? Shamoladingizmi? Yaxshi qilmasang. Suratingdagidan ko'ra ancha yoqimtoysan. Yo'q. Bu qayg'urdan kelib qoldi. Yo'q. Aytala it qani. Hamma shahzoda kabi uxlab yotgandir. Biram xushbo'ysanki, men seni ta'min etib turaman. Virginia. Ammo faqat jismingga ishqiboz. Ruhing o'zingga sevgi. Ayniqsa o'z xushbo'yligidan vahimaga tushmaydigan qizlarni jonimdan ortiq ko'raman. Sen xuddi bayramona tushlik kabi yoqimli istarsan. Menga qarashma. Shola ko'zlar, marvarid tishlar, qomating benazir. Unga shubha yo'q. Senga ishqim tushib qoldi. Sen xavotir olma. Men seni sirayam yeb qo'ymayman. Bilaman. Bu sen uchun juda ko'ngilsiz hol. Uchrashib turishga nima deysan? Tanishuvimiz sal yopishmayroq turibdi. Lekin bunga o'zim aybdorman. Iltimos, senga imkon ber. Sen juda chaqqon xonimchasa uyga. Bunga shubha yo'q. Judayam chaqqonsan. Yo'q, hammasi joyida. G'oyatda joyi. Rahmat, yetadi. Boring, boshqa ish bilan shug'ullaning. Bo'ldi deyapman. Bugun meni 3 marta o'pding. Yana bir marta o'pib qo'ying. Yo'q. Mana ishingni qil. Ya, oshirib yubording. Xo'jayin, bebaho xo'jayinjonginam rafiqamsiz uchun tuhfa tayyorlagan. Bo'ldi, gaplashib olamiz. Seni borib menga ichkilik keltir. Xo'p, bo'ladi xo'jayinjonginam. Bu erimning zoti. O'zi ham sof oltindan ishlangan. Buni chaqali qalbakda emasligiga ishonching komilmi? Nimalar deyapsiz, xo'jayin? Erim 40 yoshga to'lganida sovg'a qilganidan. Bu aslida sizdan buni olib, endi hamma mol-mulkini siznikida. Men seni xotiningni o'ynatib kelaman. Unga ichki kiyim olib bermoqchiman. Marhamat, sohibim u endi sizniki. Sohibim, kimdir liftda tiqilib qolgan chamasi. Qandaydir shovqin eshitilganday bo'ldi. Agar kelgan bo'lsangiz, men sizga endi ustad soling emasman. Buzilgan ashqollarni o'zlaring tuzatlaring. Xo'p bo'ladi. Ko'ngil qushlik uchun ozroq mullajaning kerak bo'lib qoldik-ku. Endi $1,000,000 qalaysan? Men endi boyvachcha. Vali ne'mat nimadan bir so'rashib qo'ysa? Sizga yordamim kerak emasmi? Buni meni sizdan. Men sarosimaman. Sizni qo'yib yubordimmi? Oldimda kelmoqchi ekanligingizni aytgandek bo'luvdi. Ikkinchi, men o'zi bu yerda nima qilyapman? Bunaqa qiyin savollarga o'tishdan oldin sal yaqinroq tanishib olsak.
qiyin bo'lganda qanday? Gap bunda. Men sizga so'zlar aytaman. Siz ham xayolingizga kelgan birinchi narsani gapiring. Bo'pti. Boshladik. Uy, Ovqat. qo'rqoq, Jo'ja. to'y, Balish. murda, Go'sht. do'stlik, Ishtaha. Ishtaha. muhabbat. Do'mboqni bir jonini yamlamay yutsam. Kechasiz. Ko'proq so'z aytib oldim. Bu kulgilik-ku. To'xtang. Xotindan boshqa hamma daf bo'lsin. Qarindoshlaring shunchalik ko'pligini bilmagani bo'lmasa chiqishing. Ketishi mumkin. Yo'q, bir daqiqa. Sog'lig'imizga ehtiromimizni qilib olaylik. Shunisi yetmay turdi, bas qil. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? To'xtasang-chi. To'xta deyapman senga. To'xta. Yuqoriga chiqish yo'llari to'silsin. Olg'a. Tezroq. Men uni to'xtatolmayman, xo'jayin. Rahmat, minnatdorman, xo'jayin. Shunchalar urindim bo'lmadi. To'xtang. Soqirim, shoshmang. Shoshmang. Barakalloh. To'xtang. To'xtasangchi. Qara, yo'lni bo'shat. Yuring men bilan. Nima bo'lyapti o'zi? Men nima qildim? To'xtang, axir. Nima qilmoqchisiz? Mana qarang. O'g'irlangan pullar. Yo'q, to'xtanglar. Men bularni o'z uyimda topib oldim. Kun bo'yi xonadan chiqqanim yo'q. Bu kishilar tasdiqlashlari mumkin. To'g'rimi? Shunday xo'jayin. Kuni bilan hech qayoqqa chiqqanim yo'q. Do'stlarim bilan burada xo'rlik qildim. Nazarimda siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sizni ko'proq nima bezovta qilyapti? Bo'pti. Yaxshi doktor. Men ketib bir qiz bilan tanishib qoldim. U menga juda yoqib qoldi. Lekin gap shundaki, Davom etavering. Gapiringiz, aytavering. hech qarorga kela olmayapman. Uni sevsammikin yoki yeb qo'yaymi? Shunday deng. Bunga meni ota-onam aybdor. Ular razil edilar. Ular beto'xtov kavshanishardi. Men ham har kuni maktabdan qaytayotganimda kimnidir ushlab yeb qo'yardim. O'zingizni ayblamasligingiz. Aynim ko'p. Men juda yomonman, judayam yomonman. Shunaqangi vahshiymanki, ammo bo'rga aylanib qolgan vaqtimdagina shunday qilganman. Doktordan so'ramoqchiman. Yaxshi odam bo'lgim kelyapti. Nahotki yo'lbars qo'zichoqni erkalatishga haqqi bo'lmasa, qoplon uloqchaga do'st bo'la olmaydimi? Mana men seni topib olgan joy. Shu yerda yaxshilikcha ajralishaylik. Bo'ptimi? Men xatarli mojarolarga ishqiboz emasman. Tushunyapsanmi? Men dastyorman. Sarguzashtlar menga tegishli emas. Bu odamlar kim bo'lmasinlar seni baribir tutadi. Yo'q, men ketishim kerak. Endi boray, alvido. Siz albatta mana bu dorini ichishingiz kerak. Bir haftadan keyin oldimga kelasiz. Tushunmayapsiz, chog'a keyingi haftadan yo'q bo'laman. O'zingizga suiqasd qilish bilan meni qo'rqita olmaysiz.
Agar siz talabimizga ko'nib olib sotarni ismini aytsangiz, siz uchun afnoma so'rashim mumkin. Qanaqa olib sotar? Men giyohvand emasman-ku. Siz jodulangan zambir urug'idan urib olganingiz uchun pullarni qayerdan o'marganingizni eslolmayapsiz. Giyohvandga zambir yo'q, sadoq deyapman. Men loviya yutib oluvdim. Xo'jayinjon, men listni ancha sozlab qo'ydim. Biz bu afsonni parchalaymiz. Men senga ishonaman. Men yarayam ko'proq ishonaman. Menchalik qattiq ishona olmaysan. Ishonaman. Menchalikmi? Men Yo'q, men. Ko'racaklarni yapmiz. Pastga tushib boryapmiz. Bu yaxshimi yo yomonmi? hozir jahannamga qulaymiz. Tayyorlaninglar. Luis sanaqa jahannammas, tentak. Biz shu yerdan kirganmiz. Mana bu sehrgarlik qanday qilib epladiykin? La'nat alvasilar. Jo'nab qolaylik. Kechasiz. Menga shu ro'yxatdagi hamma narsalar va siz lozim topgan buyumlar kerak, xonim. Agar ishim baroldan kelsa, sizni to'yimga taklif etaman. Bu menga, bunisi ham meniki, buni ham menga. Balki kelib olarmiz. Men istagan narsangizni beraman. Ko'nglingiz istagan. Juda ko'pman. Nemisondagi kemalar, mashinalar, jononlar, xohlaganingizni so'rang. Siz bizga boradagilar qilib ahvolingizni og'irlashtiryapsiz. Iloji boshqa ilojim qolmadi. Shu ondayoq politsiyachilardan qutulishni istayman. Hech ishlamayapti. Orzuyingdagi ayolga qanday uylanish mumkin? Juda menbop narsa ekan. Voy, bu nimalar bo'lyapti o'zi? U qurollangan, uni to'xtating. Ushlang, qochib ketmasin. Tutinglar uni. Rahmat. To'xtang, haqini to'lamadingiz-ku. Senga yordam berolmayman. Chunki kimligingni ham bilmayman. Bu haqiqatan ham shunday. Ket jo'na. Omad yor bo'lsin. Axir mening gunohim yo'q. Dada, Virginia, dadajon. boshimga tushgan narsalarni tasavvur qila olmaysan. Aytmasangiz ham bo'laveradi. Oshdek. O'rab olinglar. Mana bu yigit aqtarayotgan ko'paymi? Dada, bu nazarimda haqiqiy yigit emas. U menga nimanidir aytishga urinyapti. Yo xabar bermoqchiman, lekin nima deyotganini tushunmayapman. Nimadir demoqchi? Yaxshi, qarab tur. Shu yigit nima demoqchiligini tushunishni istayman. Nima? Sizga katta xavf tahdid You're in solyapti. terrible danger, both of you. Epladim. Ro'yobga chiqdi. If you value Joningiz o'zingizga aziz bo'lsa, kallama your qiling. say, Dada, Kim, nima? Biz qaytish yo'lini topishimiz kerak. Bu gapiryapti. Sen u tushunyapsanmi? yo'q. Yashiring. Nega politsiyachilar sizga kesibdi? Nima uchun kishanasiz? Ular meni boshqacha deb o'ylashyapti. Nima? Buni keyin tushuntiraman. would you two Bakrashni bas qilinglarchi. Sehrlangan kulguni topishga yordamlashinglar. Bu kulgular qanday o'yincha? Siz ahamiyat berib qarashingiz kerak. Biz sehrli ko'zguni qidiramiz. Albatta. just look for G'ayrioddiy narsani aqtaringlar. U qayerdadir shu atrofda bo'lishi kerak.
Ana u. Juda g'alati. Ana ular. If you value your life, Nima? Yugurdik. Yugurdik. Qayerdamas? Qayerdaligimizni bilmadim, ammo markazda xiyobondamasmiz. follow me. Ketinma yurdi. Keyin u bilan borishimizni buyuryapti. Hurry! Tezroq. Ularga nima bo'lgan? Yana boshimdan o'tgan ishoratni. Qurollarni yo'qotadigan kukunni. Uni ta'siri tugayapti sog'in. It yana birov nima dedimi? Ketdik. Biz o'z qirolligimizga ega bo'lgach nima qilamiz? Men buni bilaman. Bizning xizmatkorlarimiz bo'ladi. Minglab qullar boshmoqlarimizni yaraqlatib tozalashadi. Dada, uyga ketaylik. Men hozir qayta olmayman, murshaklar meni qidirib yuribdi. Lekin biz bu yerda qololmaymiz axir. Qurollarni sinsiryapman. Biz ziyofatlar uyushtiramiz. Bazmlarda shippaklarimizni soatiga 6 martalab almashtiramiz. Quloq bosmoqlarda yuradiganlarni og'zini yelimlab tashlaymiz. Come along. Endi yursak bo'ladi. Ortimda yuring. Yo'q, to'xta, biz sen bilan keta olmaymiz. Qayerdamiz o'zi? We're in the Biz qirolligimizni eng janubiy chekkasiamiz. where I was Menga o'g'ayona hamla qilib, kuchga aylantirib qo'ydi. Bu oploq oy davlat qamoqxonasi. housing them. Turmada barcha 9 ta qirollikdagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadi. Tushunmadim. 9 ta nimali? Qirollik. Men valiant Vendelman. Marhum oploq oyning nabirasi va 4-qirollikning bo'lg'usi hukmdori. Siz kimsiz? Men Tony Richman, farrosh. Qizil Virginia bilan esa nazarimda tanishib olgansiz. Qurollar qurol ekan. Qizil qilpoqchi o'rmoni. To'xta bir daqiqa. Bu yer qanday joy o'zi? O'gay qiz, uyqudagi malika va boshqa ertaklar Well, the golden 200 yil muqaddam oltin asr edi. when the lady Aytib o'tilgan xonimlar bir tarix yaratishgandi. things Bu vaqtlardan beri ko'p narsa o'zgardi. have here. Hamma umid qilgan baxtli onlar uzoqqa cho'zilmadi. All the Barcha qirolliklarning hukmdorlari toj kiyish marosimida ishtirok etmoqliklari lozim. Qirolliklar juda ulkan. Biz favqulodda holatlardagina chegaralarni kesib o'tamiz. Seni ko'pakka aylantirgan o'sha o'gay onang kim o'zi? U olamdagi eng xavfli va yolg'iz ayol. Qaynonam o'zi ekan-ku. Biz bu yerda kun bo'yi gaplashib o'tira olmaymiz. O'gay onamni zindondan topishimiz kerak ketdik. Virginia, biz uni izidan borishimiz lozim. Qani yur. Qaranglar, buni kuchuklar taqsimchasi yerda. the dog. Endi bu yetim meni tanamni oldi. Qanday yaranmas qilmish. Bu xotin nima qiladi o'zi? Poison U meni ota-onamni zaharlagan. O'zim ham o'ldirib yubormoqchi. as well. Sizga nima bo'ldi? Bu yer qanday g'alati? Nima bo'ldi? Unga nimadir bo'lyapti. Virginia, Yaxshi, tashqarida kutib tura qoling. Troll. trollar bu yerda bo'lishgan. Hech qayoqqa ketib qolmagan taqdir. Xo'pmi? Eshikni oldida tur. Virginia! Virginia!
Shahzoda. Men qo'rqmayman, lekin odamlar meni it qiyofasida ko'rmasliklari lozim. Bundan juda uyalaman. Men seni itingizga ham, itvachaligingga ham tupurdim. Virginia! Qayoqqa istaysan? Trollarga ish buyurib bo'lmasligiga aqlim yetgandi o'zi. Og'zingga qarab gapir. Men tufayligina sen hozir ozodlikda yuribsan. Siz haqsiz, a'lo hazratlari. Buning uchun sizdan umrbod minnatdorman. Ammo men bu yerda ortda qola olmayman. Hech kim Shahzodani bu ahvolda ko'rmasligi kerak. Bolalarning qaytishgach menga kuchini berishadimi? Men senga yugurda emasman, masxaravozman, trollar qila olaman. Buni yodingdan chiqarma. Albatta, hazrat oliylari. Vendor qirolligini yarmini sizga tuhfa qilaman. So'zimni ustidan chiqishim shubhasiz. Men uni qachon tasarrufimga olaman? Qachon? Tez orada. Jo'nashim kerak, shundoq ham bu yerda uzoqqa ketdim. Qayoqqa ketmoqchisan? Seni yashirinishing kerak. Seni qochib ketganingni sevishlari bilanoq yo'llarga soqchi qo'yib tashlashadi. Har birini, har bir aravani tintib qilishadi. Hammasinimi? Balki itni ushlab kelgani qaytarmiz. Iloji yo'q. Uxlatuvchi kukunning ta'siri ko'pga bormaydi. To'xtang. Eshitdingizlarmi? Ular uyg'onishyapti. Bulardan qochib Malikaning g'azabi qo'jiydigan bo'ldi-da. Qo'rqsan o'sha qirolichani. Biz 10-qirollikdagi jodugarni asir oldik. Tezroq otamizga so'zlab berishimiz lozim. Yalmog'izli otasi u buyuk afsungar bo'lsa-ya. u kishandan qilingan-ku. Menimcha ahmoqlarni kattasi. Qamoqxona boshlig'i uni qirolichani o'rnida ko'rgach esob qolsa kerak. Nima qilyapsizlar? Men xohlamayman. Bu qandaydir sehrli jodu. Yigitlarimiz bilan kun bo'yi uxlab qolamiz. Turmani har bir qarichini tintib chiqdik. Malika hech qanday yo'sa. Men bu turmada 12 yildan beri boshlovman. Meni ish davrimda hali bironta mahbus qochishga muvaffaq bo'lmagan. Fazilatlaringiz hikmat. Nima bo'lgan taqdirda ham meni shahzoda ekanimni bildiraman. Nima uchun? So'raganda javob ber. Chunki Malika raziylarni reja tuzgan. Meni qirolligim xavf ostida. Meni nochorligimni hech kim bilmasligi kerak. Bo'pti ayt. Malika qani? Men uyimga qaytishni va Virginia bilan hozirroq Nyu-Yorkdagi uyimizda bo'lib qolishni istayman. Afsunlaring ish bermay qo'ydi chamasi. Nahotki ajdar najasini yuborgan bo'lsang, men hamma tilaklarimni sarflab qo'yibman. Qirolicha qanday qilib qochishga muvaffaq bo'ldi? Aytmoqchi, mendan bexabarman. Sen qanday qilib uni hibsxonasiga tushib qolding? Meni hech ham aybim yo'q. Hech qachon mirshabxonaga tushadigan ish qilmaganman. Bo'lmasa nega kishan band qilingansan? Meni qurollangan bosqinchilikda ayblashdi, ammo bunga ham hech qanday aloqam yo'q edi. Shunday davom ettiraver, Toni. Gapni ham qiyib yuborar ekansan. Menga qarang, men boshqa odamman. Meni bu yoqqa mana u itvachi boshlab keldi. U aslida valiahd Vendel. Senga aytdim, meni sotib qo'ymadi. Shahzoda Vendel. Bilasan, men shunday qilamanki, sen naq 100 yil tishlaring bilan tosh maydalaysan. Qasam ichamanki, gapirma. Bu qirolichaning kuchiga uni 3 yil zimlarda saqlashga ijozat berilgan. Sen meni mazax qilmoqchimisan? Nimalar deyapsiz? Men to'g'risini aytyapman. Bo'pti, hozir haqligimni isbotlayman. Men akilamoqchi emasman. Qaysarlik qilyapti. Menga qarang, darhol meni qo'yib yuboring. Meni qizimni trollar o'g'irlab ketishdi. Bas qil. Hech qilsa yo'q, seni rozi gapirishga majbur bo'laman. Soqchi, kishanni yechib oling. Mahkumlarning xos kiyimini kiydirib, cho'zqa yong'oq laqabli pakana va burishgan bashara laqabli olabo'chi o'tirgan hibsxonaga joylashtiring. Burishgan bashara, men bunday badburish bilan o'tirishni xohlamayman. Qizim qani? Malika nima qilaylik? Biz uni o'ldirib yuboramiz.
Bugun kechki xo'rayiga margumush solib qo'yamiz. Ertaga esa jasadini o'choqda yondirib yuboramiz. Did you hear that? Sen eshitdingmi? Sen eshitdingmi? Meni qochirib yuboramasang bo'lmaydi. Meni qutqarishing kerak. Qutqarishing kerak. Qayiqqa o'tiramiz. Bu meni qayig'im. Endi sizniki bo'ladi. Qochdik. Ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? O'zar. Seni joying o'rtada. Seni nega qamashdi? Men bancha yaxshigina boshquncha yiqildim. 2 kishi jabr ko'rdi. Shunaqa gaplar. O'zingchi? O'ta og'ir jinoyat. Talonchilik maqsadidagi bosqinchilik. Meni laqabim Cho'chqa yong'oq. Birorta temir buyuming bormi? Pichoq, sanchqi, ilgak yo'q-ya. Agar shu yerda o'tirsang, menga bitta pichoq olib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Senga o'ymakorlik yoqadimi? Agar badanim o'yishmasa, Meni hunarimni ko'rib qo'y. iste'dodingga qoyilman. Men burishdan basharaman. Men esa Toni. Seni nega qamashgan? O'ymakorlik uchun. Toni, men bilan do'st bo'lasanmi? Buning uchun nima qilishim kerak? Eshaver, kuchliroq esh. Eshayapman o. İşonchim komilki, Shahzoda Vendel sochki ish marosimiga hozir yetib keladi. Valiahd uchun ustalarimiz 2 yil ter to'kib taxt yasashdi-ya. U kelmaydi. Yo'q, keladi. Vahima qilmanglar. U biror jiddiy sabab bilan ushlanib qolganiga aminman. Kongressda sengilik. Qamoqxonadan qochish uyushtirilgan. Qirolicha qochib ketibdi. Qirolicha-ya? Ularga soch qo'yib, tezda qo'lga olinsin. Aks holda hammamiz nobud bo'lamiz. Ajoyib xabar. Shahzoda Vendel kelayotganim. Xayriyat. Nima qilish kerakligini aytadi. Gelipsiz Hazreti. Anthony, yaşayalım. Şu işini ortadan. Bu mehligimi qayoqdan izlaysiz? Dindan bo'lgan.
hech kim senchalik badbo'y emas. Yerga uylardan sen nima deb o'ylading? Senda bir bo'lak so'y yo'qmi? Nima edi? Ko'milging kelib qoldimi? Yo'q. Joyini hech qilma. Bu qamoqxona boshlig'ining bog'landagi kelib savol bo'lagiga uni izini tushirib ol. U har damda qaytib kelishi mumkin. Tayyor. Bu yer dog' ekan. Yo'lni boshladi shekilli. Biz raqam dilbar, jasur hukmdor shahzoda Vendelga xizmat qilishga ont ichamiz. Hammani uzoq va baxtli hayot kechirmoq uchun tuzalishga qasamyod etamiz. Bu qanaqa atala bo'ldi? Loviya poyasidan bo'ldi. Qaynatilgan loviya? Loviya poyasi. Shuni ham ovqat berishadimi? Ta'mi juda xuddi eski lattaga o'xshaydi-ku. Yo'q, eski lattada ham go'shtni mazasi bo'ladi. Bu yerda doim shunaqa boqishadimi? Kuniga 3 mahal. Esa loviya sharbati. Unga ham ko'niksa bo'ladi. Menga qarang. Men kim bilandir gaplashishim kerak. Meni belgina ishim bor. Menga bir bo'lak kerak. Kimga murojaat etsam bo'ladi? Bu yerni zo'ravoni kim o'zi? Agar biror narsa xarid qilish, sotish, qarzga olish maqsadi bo'lsa, tishtakar alvastiga uchrash. Tishtuga? Tumani shifokori. Uni oldiga qanday kirsam bo'ladi? Buni yo'li oson. Behazilmi? Bu hech narsaga yaramay. Hammasini sug'urib tashlash kerak. To'g'ri deganing nimasi? Jag'im ochib qaraganingiz ham yo'q-ku. Mana bu yerga o'tir. Obakidan don yeysanmi? Shifokor-ku. Odamlarga shirinlik bermang. Nimaga ekan? Halvalar tishni kiritadi. Bekorlar. Menga qarab yerda kim sanadi? Men shunchaki nima qilyapsan? Seni qayishlar bilan bog'layapman. Satma bilan, nega axir? Senga qulay bo'lsin deyman-da. Ko'klashining 3 ta sababi bor. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi tishni tozalamaslik, uchinchisi yovuz ajinalar. Ana shunaqa. Ko'rdingmi? Bilasizmi, men yaxshisi anaqa ana berchi olatini izlashar. Mana bunaqasi.
to'xtang. Biz chirigan shekilli, tashvishlanma. Menda bir xalta sehrli tishlar bor. Mana haj ko'rsataman senga. Mana. Bu yerda qanaqa tishlar? Menga siz yordamingiz kerak. Yordammi? Menga mana bunaqa kalit yasab bersangiz degan edim. Haqini to'lash qanaqa bo'ladi? Hozir. Mana ko'ryapsizmi? Bu qo'lda yasalgan so'flar. Yillar yurib vaqtni ko'rsatadi. Sof oltindan. Oltindan. Oddiy bir soatda. Rolex-ku. Sof oltin. Ish qilib qalbak emasmikan? Yo'q, nimalar deyapsiz? Yintaon bo'ylab to'xtamasdan o'tib keldi deysizmi? Bu chorshanba kungi gap. O'sha kundan beri undan darak yo'q. U hech qayerda to'xtamagani uchun odamlar alamzada tosh kiyish marosimini yo'qqa chiqarishmoqchi. Shahzodani bunaqangi odati yo'q-ku, yo'lga chiqsa hech kim xabarlamasa. Balki u tosh kiyish marosimidan hayajondadir. U tezda yetib kelishiga ishonchim komil. Yalmog'iz malika erklikda yurganini yoddan chiqarmang. Bendir qanaqa? Qirollik unga muhtoj bo'lib turgan bir paytda qayoqqa yo'qolib qoldi ekan. Juda chatoq. Suv oldik. Bu dahshat. Nima bo'lganda ham men hammasi muvaffaqiyatli va baxtli tugashiga ishonaman. Shoyat shunday bo'lsa, endi tanglik masalasini gaplashib o'taylik. Mamlakatimizda zangor qo'ng'iroqchalar tanqisligi mavjud. Endi men toj kiydirish marosimida rang berish udumini o'zgartirishga majburman. Uyga kelyapti. Bog'lab tashlaylik. Sen endi shafqatsiz trollarning ashirasisan. Qanday ketdi oyoqchalar? Qirolligingda hukmdorlaring kim? Qirollik? Eng katta boshliqlaring kim? Prezident. Men bizga qarshi urush ochish uchun mamlakatingizda qo'shin to'plamoqchiman. Yo'q. Biz seni uzoq qiynab gapirtiramiz. Bilgan narsalarimni undan aytaman. Avval qiynoq, keyin suhbat. Odatda shunaqasi ko'proq ish beradi. Eng asosiysi azoblash. Dadam keldi. Dada, nega doim shu poyazalda yuradi? Chunki mening butun qudratim shunda. Men dunyoga hukmronlik qilaman. Dada, iltimos boshmoqchi iching. Xo'sh, qayerda yuruvdilaring? Kun bo'yi qolalaring ko'rsatmadilaring. Uchun bo'ldi. Sizlar ittifoq kelishlaring kerak edi shekilli, ha? Ha? Qadarigalarni to'g'ri ko'payna ota. Biz noma'lum qirollikni kashf etdik. Afsonaviy 10-qirollik. Rivoyatlarda o'zida ko'p gapiradi. Yolg'onni bas qilinglar. Hech qanaqa 10-mamlakat yo'q. Bu jodugar bizni gugurt qutisiga joylab qo'ydi. Sizlarni zindonband qildim. Shu qiziq. Ha, ota. Sizlarni asir olgunlari shularni qancha askarlarni yer tishlab bilasizmi? Bittasi ham tirik qolmadi. O'z savalashnikidan boshlay. Dada, rost gapiryapmiz. Mana uni ko'rasing. Ularni aka-uka Jimslar deyishadi. Qo'shiqni kampir kunlari boshlanadigan tana qattiroq uchun kuylashadi.
Demek kraliçe mendan haqiqatni yashirgan. Shahzodam, men kalitni uddaladim.